Matiz mashinasini roligimizga yechib olganman. Bunda bo'layotgan muammo moy oqizib yuborgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu ko'p bo'lmaganlar remont qilinganiga boshqa servisda remont qilganlar bundan 2-3 oy oldin. Ahvolni qarang qanaqa dabdala, bu moy urib yuborgan. Chervakda ham luft juda katta. Menimcha chervak remont qilinmasdan qo'yib yuborgan hisobga shunaqa bo'ladi. Bu yerda patching bo'ladi, vtulka bo'ladi. Bir xillarda patching, bir xilda vtulka chiqadi Matiz mashinasida. O'shani luftlarni bartaraf qilib qo'yilmasa, bu mana shunaqa moy urib yuboradi. Ikkinchidan bunga germetika umuman mumkin emas. Bu yerda germetika bo'lish kerak emas. Bu yerda chisti faqat aliment korpusni o'zi va yangi sanlik qoqiladi. Tamom, bu yerga germetika yo'q qanaqadir yo'q hech narsa ishlatilmaydi. Kimda shunaqa muammo bo'lsa 24/7 avtoservis ishlayapti, bemalol kelishingiz mumkin. Muammolaringizni bartaraf qilib, xudo xolasa chiroyli holatga chiqarib beraman. Mana hozirgi Matiz mashinasini ro'yxatimizni ham bitirib bo'ldim, ko'rishingiz mumkin. Yangi sanlik va vtulkalarni qilib alishtirib bo'ldim. Yangi patchimlik ham qo'qildi bunga. Sanliklari ham yangi bo'lib ko'rishingiz mumkin. Bunda umuman germetika ishlatilmagan. Bunda o'zi umuman germetika ishlatilmaydi. Germetika ishlatish mumkin emas. Lyuboyevda o'zi 4 ta sanlik bo'ladi har bitta rul ekonomikada. Lekin ularga germetika ishlatish mumkin emas. Mana litorlarigacha yangi bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, ichlari ham juda go'zal holatda. Xudo xolasa egalariga topshiramiz buni. Kimda shunaqa muammo bo'lsa, 24/7 avtoservisimiz ishlayapti. Bemalol telefon qilib kelishingiz mumkin. Bizda mashinani o'zi emas, rolik o'zini yechib olib kelsangiz ham remont qilib berish xizmatlari bor.